Oh, qadi. Shimshim? Qadijon. Ha? Ishga yo'q. Voy, bu maktab bitirib, necha yil olmaylar mushunda noch katta kalenda olib ketganishmanda. Agar bu dunyoda boy va namratlik almashib qolsa, Ma sizning mava? Va mushunchalik vaqtning ichida mushda eski, mushda qo'taq mashinalab bo'ldingiz. Deydi, unda aqrab bilsam yaxshi bo'lmaydi. Maktabda o'qiydigan vaqtimizda mushda deydi o'tingiz. Ha, sen o'zing nima chiqib ketdim. Yana shirkatimizni qurib, o'zing do'ng'ishidan shirkat CEO bo'lib ishlab yurding degina. Endi shu amal yo'qkan, endi bizning sharoitimiz ham menda sizga o'xshash yaxshi bo'lmagan ekan. Yop yashtirib menda sizga o'xshash sho'playlik qilib, eski bilan terib qilamidik. Shu endi asharlarda ishlab tutdi hozircha endi. Bunda qarabkan, bu tirishqanga bog'liqcha, sen tirishsang, palalaysa, bu tez emas. Tirishchanlik ketuvchi bunda. Endi shu bizdagi odamlar, shu sizlardagi odamlarningki shu turmushiga qiziqib, havas qiliblar o'tibkisroq o'xshaydi. Ha, sen shu shadin jiroq bir yilga dachada po'cho bilan ish qilib berib kelib yurding degina yana, ha? U jinni oldidagi ishda hozir to'q ish qilib berib kelishkim shu shaxsiy aeroplan bilan jo'shanjilarda berib kelayotgan gap emasmi? Mashayga men ikki qizga qilsam bo'lmaydi ukam. Bu shaxsiy aeroplan haydab, bunda shirin fijil yursang, qanday qizlar bilan uchrashib, kelgusi turmushingni bekitib, bunda kim yaxshi ko'rdi, shuni ukam o'zing o'ylab baqa shundami? Ha? Men endi shu sizdek bo'lolmagan ekan. Mening bu umrim endi shu bo'limsizchilik bilan shu baylan bo'lib, ashta o'tib yashamaychiliklarga o'tib kishiroq o'xshaydi. Ha, bo'ldi. Ko'nglim yarim qimig'ini adam bir xil qilib qo'yding sen. Bir maktabda o'qiganligimizning yuziga qara. Men sen yordam qilsam o'zimga yuz kelmayman degina. Men agash. O'zimga bamg'al necha yilning ichida haqlar ko'z qoshqidak. Oqshim ko'rikning ostida yota oladigan. Haqiqiy namba tunilgan divani ko'tarlayman. Voy, rahmat. Ya. Rahmat, Xadija aka. Ma'qul, Xadija aka. Maqara. Shundachi, fursat kutib turganlar emas, inim. Tirishqanlar emas. Juma? Men bilan birga tirishni xohlamsan? Voy, mana fursatni berganingizga bek rahmat. Bundan keyin bo'ldi men ajoq sizga o'taman. Ma'qul. Ha, bo'ldi. Ma'qul. Qara mana shu yerda o'tirib ketdik mana. Kela, o'tirib. Xadija aka. Xo'sh. Menga o'xshash mushta puli va yo'li va qo'lim naysos yetadigan huquqi va odam bunda sizning uyingizga kelib, bu yerda o'ltirib qo'ysam, qamlashmaganli bir ish yo'q qolarmi? Sizni inoyatingizni ko'tarib qo'ydigan bir ishlar bo'lib qolsa, haqlarning oldida satira bo'ldimamiz, men qaytayman. Ya. Mayda da paqtirmasanga. Men seni yaratmay paqa yaldirim bormi? Ha? Inoyatim ta'sirida da paqtirma. O'tirib qilma. Ma'qul. Xadija aka, men az bo'lsam sizga og'ash kelgan. Men bilaman, siz bunday potilkalarni yo'ldan terilib bilan ishchilikni chaqirib ichsiz. Lekin men bugun endi yeng olib qoldi, xapaolmay, shuni ko'nglingizga olmay ichib qolgan bo'lsangiz, jamninki beshakchi suvi bilan qo'g'on suvi. Beshakchilikni ichib. Xadija aka, siz shu oliy maktabningki 4-yilliklardan boshlab ham ko'rikning ostida yetishni boshlagan. Mana endi axlatxonada yotalaydigan holatga kelib qolibsiz. O'jo, bunda o'ylab baksam siz bizning shu bir qarorda o'qiganlarning ichidagi eng nachar, eng layoqatsiz o'quvchi ekansiz. Ham shu jamiyatga chiqqandan keyin bu o'qiganimizning hammasini to'liq unutib ketadigan bir o'quvchi ekansiz. Sizga qarasam bak hevesim kelyotdi. Ha, bo'ldi. To'lab taxsh ko'taman. Mening oldimda bir qiyimda bir yaxshi odamga aylanolmaysan-ku. Mana 5 kun tushga o'xshaydi, bir dardim bor. Udul shuni deyapman. O'sha yaqinda yangidan bir korxona qilib, kanya qilgan. O'ylamagan yerdan yana cho'ngun bo'lib muvaffaqiyat qozonib. Hozir mening nomimda 8 korxona bor. Bular kundan kunga pul tepib, gullanib ketib bordi. Eng yomon bo'lgani, shu Forbes degan tizimlikning ichiga qo'yib meni e'lon qilmoqchi. Men millionerlik yo'lida menga chekinish yo'lim qolmadi. Men qanday qilsam bo'lar? Bu kundan kunga pul topgan pulim jiqib ketaveradi. Sen cho'qira, bak tirishchan. Bakali tirishib olsa. Menga. Men esingdimi? Dashoning 4-yil vaqtlarida o'qigan vaqtlarimda shu polmiya ichdim. Shunami? Ayya cho'mchilab. Hozirchi qara. Mana
Kökürüp ketken nonni yelaydigan holat keldim. Bu nimadan? Tirishmaganlikdan. Tirishgan gilla bo'lmaydi bu ish. Qulog'ingdan kesila tirishmagin. Vuriliq qil. Tushundilar? O'zing ko'zgan, menga havas qilgan asturmushingga cham erishalaycha. Ucu. Ha? Man qara, sen bir kechida namrat bo'lib ketsan bo'ldi deydigan bunda quruq xiyolni kallanı chiqarma. Sen chiqib, ko'rikning ostiga talaga qarab baq. Achad yetayotganlarning qalandachiligini qaysi birisi ota-onasidan qolgan, hammasi o'zi turishmaganligidan. Sen aslan yetalamsan. Aslan qonning ustidan birini qila olamsan sen. Hey, bo'ldi, biya kelib menga manqangni eqtib qara, bunda suying chiqmaydigan. Bilamda. Men qara, hech kimga bermay saqlab kelayotgan 200 million qarzimning chekyapti. 2001-yilga buni sen beray degan. İşten boşap kalsın. Sen bu işi töylü bitip, ettin başlap bu dünyaya. Yan çıkara. Ala. Hadice aka. Yak. Hiç kep yok. Rahmet Hadice aka. Bu da kılle. Uçan kara kiyimlerin bir karısı bayık olsan. Bunda kiyinip alsan, közüge maksat yetemeyse. Sen ertili uçan kiyimin közemli yoktu Ufkan. Bana onu bir tal tüşke çıplapattan ötküzüp kiyipli olamam. Hadice aka. Mening mushuk xoltini kiydigan salohiyatim to'shami? Mushu salohiyatning guvohisi. Qo'rqmay kiyivagina Ufkan. Juma birazga qisman bor. Rahmat. O'zingda turan ko'ma. Siz mening rasmiy qutqazuvchim. İşte kela. Asta. Yana bir bayning 5-ni silab qo'ydim desa.